Toshkent viloyati Chinoz tumanida joylashgan Ahmedov Abduqayim fermer xo'jaligi rahbari Ahmedov Abduqayim bo'laman. Bizning fermer xo'jaligimiz 2006-yil tashkil topgan. O'shandan beri mehnat faoliyatimizni bajarib kelmoqdamiz. Asosiy bizning yo'nalishim paxtachilik, g'allachilik. Bu yil 2026-yilga 58,4 gektarga bug'doy shartnomasini tuzganman. Allohga shukr, mana Alloh barakasini berdi. Hurmatli prezidentimizni rahnamoligida bizga yordam juda katta bo'lyapti. Shularda olimlarni, mutaxassislarni suhbatlarini olib turib, mana shunchalik yuqori natijaga erishdik. G'alla yaxshi. Bu yil mana ishlasa bo'lar ekan, qilsa bo'lar ekan. Mana faqat ilmga asoslanish kerak ekan. Ilm bilan qilsa, keyin dori-darmonlarni vaqtida berib, vaqtida agrotexnikani bajarsa, kutilgan hosilni ortchasini olsa bo'lar ekan. Bu yilgi mo'ljalim xudo xolasa hektariga 100 sennerdan olish paxta g'allani. G'alla yaxshi. Davlat oldi yuzim yorug' bo'ladi. Prezidentni ishontirib aytamanki, bundan keyin yana ham yaxshiroq ishlashga harakat qilaman. Mana shu tajribani qo'ldan bermaymiz.